Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Juda ko'pchilikda uchraydigan kasallik hamda ko'pchilik beradigan savol bu oddiy uy sharoitida laboratoriya qilib ko'rish, ya'ni sutni. Mana e'tibor bersak, mastit kasalligi boshlangan, noto'g'ri diagnoz hamda noto'g'ri davolash usuli bo'lganligi uchun taxminan 10 kundan oshiq vaqt ketgan. Endi buni qanaqa bilish kerak? Biz ko'p o'rgatamiz, lekin bu og'zaki gapda ko'pchilik buni yaxshi tushunmayapti. Mana oddiy laboratoriya, bu ichi oq bo'lgan oddiy kosa olamiz mahalliy usulda. O'zi ko'rinishdan ham bilinib turibdi yerini, ya'ni oldi chap tomondagi so'rg'ichda shishish bor hamda hajmi o'zgargan. Mana hozir sog'ib ko'rsatamiz. Haddan tashqari og'riq kuchli bunda. Bismillah. Yelinni sog'ishda pastga qarab ham ushlagan zahoti tortmaymiz, chunki tortsak muskul to'qimalarda sirtilish yuzaga keladi. Shuning uchun barmoq bilan birin-ketin siqib kelamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, yaxshilab e'tibor bersak, mana oq quyqalari bor. Mana yelinda ichidan chiqqan sutda oq quyqalar bor. Mana shu mastit kasalligini belgisi. Mana shu oddiy mahalliy laboratoriya qilish usuli. Endi bunga qilinadigan tadbirlar nomutanosib bo'lgan antibiotiklar, ya'ni sxema lechina qilib bo'lingan bunga. Endi buni bartaraf qilish uchun imkoni boricha shunaqa tirik vesi 400 kilodan oshiq bo'lgan mollarga 5 ta ampula atropin sulfat bir marta mushakdan yuboriladi-da, 6 soatdan keyin seftiafur tarkibli antibiotiklar, ayniqsa seftaklin hamda seftanit antibiotik yaxshi ishlaydi bu holatda. 45 kilo tirik vesga 1 millilitr hisobida bir kunda bir mahal 3 kundan 5 kungacha ketma-ket qo'shimcha ravishda kefen, bu ketoprofenga asoslangan og'riq qoldiruvchi hamda mesni tana haroratini tushiruvchi vosita, vitamin B kompleks, boshqa vitaminlar yaramaydi, chunki yaramaydi deganimizki, agar bunga boshqa qo'shimchali vitaminlar qilinadigan bo'lsa, sut ishlashga ko'p e'tibor beriladi. Bu paytda sutni iloji boricha kamroq ishlash uchun, masalan, ozuqalardan, quruq ozuqadan foydalanish kerak, keyin kuchli vitamindan foydalanmaslik kerak. B kompleksli faqat hazm sistemaga ishlaydi. Shuning uchun B kompleksdan foydalanamiz. Hamda yelinga albatta 24 soat oralatib kamida 3 marta Mastigard dori vositasini jo'natamiz. Chunki Mastigard dori vositasining tarkibida ko'pchilikka ma'lum levofloksatsin bor. Bu hozirgi yiringli mastitlarda juda ham yaxshi ishlaydi. Hurmatli kanalimiz a'zolari, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga har doim eng yaxshisi, eng sifatlisini ilamiz. Salomat bo'ling.